Aka konteynerimiz 230. Ha. Ochishni qarang. 230 da 180 o'tıyor. 180. Ha? Ajda 40 sent chetda 180. O'tıyor. 2 talikda Shimgandan asoslaymiz. Har doim o'da tikka qilib o'rnatganmiz. Chiqarishini qarang. Suvda 2 ta 300 litr va yetkazilmayapti. Eng qizig'i bomba yangilik. Quyosh panelga ishlatyapmiz. Quyosh panel. To'k yo'q. Falancha rasot 60 mingga to'k tortibki, boshqa rasot yo'q. Eng qizig'i mana quyosh panelda kundan alig'ib O'zbekiston bo'ylab uстановка qilamiz. Ikkita holatda ketyapti. Ikkita ko'zga ketyapti. Qarang. Yorvarish. Вообще bomba yangilik O'zbekistonda. To'ksiz, tez rasot, cho'ntakka umuman rasot qilmaysiz. To'kka pul to'lamaysiz. Quyosh bo'ldi, mana shu quyosh orqali suv chiqaveradi.